Tushunishingiz uchun bu 4 yoshli bolakay va tasavvur qiling, u bog'chaga emas, maktabga borsa. Bu bola esa 7 yoshda. Va tasavvur qiling, u alifbe o'rniga Imom Buxoriyning hadislarini o'qisa, nafaqat o'qisa, 6000 hadisni yoddan bilsa. Navoiyning bolalik sifatlari aynan shunday bo'lgan. Nechta she'rni yoddan bilasiz? 6tacha. Sizchi? 7ta, 8ta. Taxminan 20 tacha bilsam kerak. Barakalla. Navoiy esa o'smirlik chog'ida sevimli shoirning 50 000 bayt she'rini yoddan bilgan. Tushunishingiz uchun bu taxminan mana shuncha degani. Men zamondosh yoshlarimizni aslo tanqid qilayotganim yo'q. Aksincha, inson istasa nimalarga qodirligini birgina ajdodimiz misolida aytyapti. Navoiy o'z hisobidan 300 dan ortiq inshootni xalq manfaati uchun qurdirgan. Masalan, 40 ta robot. Tushunishingiz uchun bizni zamonga moslashtirganda avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasi, mehmonxona, do'kon, yuvinish xonasi. Bularning hammasi bir bo'lib bitta robot degani. Va tasavvur qilyapsizmi? Shunaqadan 40 ta qurdirganlar. 17 ta masjid, 9 ta ko'prik va boshqalar. Navoiy ko'chasi, Navoiy metro bekati, Navoiy kutubxonasi, Navoiy teatri. Navoiy tug'ilib, yashab, ijod etgan o'lkasidagina emas, butun yer sharida ulug'langanidan xabardormiz. Biroq bu qadr-qimmat koinotgacha yetib borganini bilarmidingiz? 2009-yilda Merkuriydagi bir krater uning sharafiga Navoiy deb nomlangan. Bu esa ajdodimizning shuhrati yer sayyorasidan tashqariga ham yetib borganini ko'rsatadi. Sizchi, Navoiy haqida yana nimalarni bilasiz?